bir de kredit değişimi yapalım. Kredit değişimi 10 milyon olsa tadbirkorlarni masalasi masalan bana ayol tadbirkorlar hamroh dasturida kredit beradigan bo'lsa, hamroh dasturini loyihalarni qaysi yo'nalishda sondan beriladi. Shu narsani tushuntirib berish kerak. Keyin 100 millionlik kredit bor, 100 millionlikdan keyin 300 millionlik deyishadi. 300'den keyin 1,5 milyarddan zalovlar chiqarish mumkin, to'g'rimi? Mana shu zalov qismidan ichari tadbirkorlikni ishlab chiqarishini yaqindan ko'rsatish sohasidan kelib chiqib, shuni aniq yo'nalishlar bilan tavsiya berish kerak. Keyin bu tavsiyadan kelib chiqib, hozir hujjatlarni oldirilib, hujjatlar to'planib, shundan kelib chiqib, zalovga taqdim etish kerak, biznes rejasini taqdim etish kerak. Keyin bu narsani sizdan masalan biznes loyihangiz qilib, o'rganib chiqib, aniq mexanizm bilan taqdim etsangiz, biz kreditimizni tezroq chiqarib berishga harakat etamiz. Keyin qolgan tadbirkorlarga xuddi